alaykum hurmatli obunachilar. Biz Andijon viloyati Baliqchi tumani Qo'shtepaga yetib kelganmiz. Qo'shtepada ishimizni yakunladik. Bu xonadonimizga общий tunika расходimiz 191 kvadrat tunika ishlatdik. Oqqo'rg'onlik 0.4 qalinlikda 140 ming so'mdan qilib berganmiz. Xudo xolasa ko'rib baho berasizlar. Yoqqan bo'lsa bittadan like tugmachasini bosib obuna bo'lishni unutmaymiz. Men video obzorimni boshladim. Bu ko'cha tomonimiz, bu yoq Qo'shtepadan Qo'shtepaga sentrga chiqib ketishimiz, bu yog'imiz Sharxonga ketamiz. Shu xonadonimizga kelganda 8-ko'chamiz. Ko'cha shapkalari mana aylanasiga kobra fasodni qilib berganmiz. Tagiga 65, 16, 12 bukilyapti, ta'mirlari qo'yilgan. Bu joylarga ham e'tibor beringlar. Xalosaga jiyan holatda kelgan. İşimizi yakunladik. Bol akalarimiz lesalar yuklashyapti. Bu yerdan devorimiz 20 sm singanda va bu yoqqa qarab o'tgan. Xurshtaka mashina mana ekan. Bu joyimizga ham e'tibor berasizlar. Ideal holatda, butun holatda chiqqan, chunki 40 sm tagi 6-12 bukilgan, bu yog'imiz 65 sm, 20 sm farqi bor shapkamizda. Bu yog'i ichkari shapkamizga yonib ketgan. Endi dorixonamizdan boshqa. Ro'yxatxonamizni tepadan pastga tushirib qadab qo'yamiz. Hozirimiz 15 beshanada. Ko'chalarga e'tibor beringlar. Ideal holatda chiqqan mana. Assalomu alaykum. Sizlar ichkarimizga tanlov o'rnamagan, chunki zo'rg'ada bo'lgan ekan. Shuning uchun akani ishlarimiz ham tepasi 20 sm rasxod chiqqan. Bu shapkamiz 120 dan chiqqan. Bu yetimizga kelib turib, tepasi bakovlarning ortida bu kajerosini yoqib qo'yganmiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldirganmiz. Xudo xolasa, kimga xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.